21 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun kunduz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 0,5 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda kunning birinchi yarmida biroz qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol 3,8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 0,2 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Siz bugun o'z kanalda edingiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.